tushuncha bo'ldi. Olmoqchi bo'lsangiz agar mahalla rasmiysizga birinchi qadam oilaviy tadbirkorlik 312 yuridik firmalarga oldin yaxshi oilaviy olgansiz, yaxshi o'tgansiz, yuridik firma ochasiz, ular o'stirish bilan o'sha yerda qo'ysangiz bo'ladi. Faqat yuridik firma aka 50 million olib qo'ying. 50 million bo'ladi. Shu 20 million chorvaga. 20 million so'm sizga chorvaga bo'ladi. Plastikka tushadi. Bu agentlikda onlayn bazada onlayn tartibda mahalla oila tadbirkorlikni tuziladi. Yuridik firma ochsangiz, oldinga to'lansiz. Boshlanish 50 million so'mga boshlasangiz bo'ladi, mahalla 17 million so'mga boshlasangiz bo'ladi. 17 ni olasiz, ishlatasiz, yaxshi qilasiz, 27 ga endi boshqa yuridik firma ochasiz, ochasiz. Ochasiz. Biz bankni ochamiz. Biz bankni ochamiz. Holat yaxshi qilsangiz, yaxshi oborot qilsangiz 300 million so'mgacha sud hisoblab beramiz. Uni boshqa aylama mablag'imiz. Bir yildan chiqib beramiz. 300 million so'm shuni hisoblab. Yana boshqa oborot yaxshi bo'lishi kerak. Firma ishlatsa bazani topadi. Agar mana bu 312 ta tushunib qoladi, biz yangi ochgan xolos-da. Uni ko'ramiz. Agar yo'q, o'zim 50 million olaman desangiz, bu mahalla hamdon beramiz. Siz buni ish qilsa, faqat o'zingiz vaqt berasiz. O'sha tartibda. Tezkorga chiqarib, to'g'ri mahalla chiqaramiz. Bu yaktingiz lekin sabr ishi bor. Endi ochilib, o'rsangiz